Hozir esa davom etamiz va mana shu sahnaga tinib tinchimagan oila duetini taklif etamiz. Marhamat. Adasi, shuni ham yoqishni bilmaysizmi? Ana, shunaqa bo'ladi. Azizlar, hammamiz uylanganmiz, to'y qilganmiz. Endi bizni hozirgi oila o'zimizning to'yimizni eslaymiz. Marhamat, o'sha qilamiz. Adasi, hozirgi to'ylarga 5 ketmayman-de. 5 ketmasa 6 ket. Hammasi bir xil boshlanib, bir xil tugaydi. Aylanish, zaks, nikoh, uy. Aylanish, zaks, nikoh, uy. Shunaqa ham zerkarli bo'ladi. Bizning to'yimiz zo'r bo'lgan-a? Voy, boshqacha. Aylanish esingda bormi? Voy. Ani zakschi zaks zo'r bo'lganda. Zo'r. Nikohchi nikoh. Nikohdan keyin esingdami? Artistlarga javob berib, hammani o'ynatmagansiz, esingdami? Zo'r ish qilgansiz nikohdan kechirishingizni. Adasi? Gul esingdami? Ha, gul esingda? Shunaqa chiroyli ediki, hidi hali ham burnimni tagidan ketmaydi. Qayerdan olgandingiz? Uni xotira maydonidan olganmiz, haykaltagidan. Zaks esingdami? Zaksmi? Ha, esimda bor. Zakschi xotin sizdan rozimisiz deb so'raganda siz ham unga qarab, "Siz-chi?" degansiz. Endi bir sho'g'ligim chiqib ketganda xotin. Bilasizmi? Sizdan birinchi marta sovchi kelganda men xo'p demaganman. Narigi uyga chiqib olib, do'ppini osmonga otib, "Urra!" deb baqirgan kim? Siz bo'lsa menga birinchi uchrashuvda hech nima olib bermagansiz. Ha, jivachkani kim chaynagan? Jivachka hisob emas, chaynalgan edi. Shirinni bor edi, hamma. Menga qara. Haligi ahor osh tarqatib o'sha esingda bormi? Turist odam kelgan, hamma shuni gapiradi. Qayerdan pul olgansiz, qayerdan pul olgansiz deydi, ha? Esimda, o'sha oshni mana adam yuborganlar. Keyin siz amakingiz odamlarni uyaltirib, sizdan 35 ming so'm, sizdan 25 ming so'm, ko'proq yeb qo'yibsiz, sizdan 40 ming so'm deb odamni uyaltirib yurganlar. Ay yegandan keyin pulni to'laydi-da, yegan og'iz uyaladi-yu, Ana oppo 21 esingda bormi? Ha? Esingdami? Esimda, nikohdan chiqib, oppo 21-avtobusga o'tib, yarim yo'lda 41-siga пересадка qilgan. Nima qilay, qibrayda tursang? Menga qara, orqadagi ani gilam esingda bormi? Zo'r bo'lganda hamma gapiradi, zo'r riyosatga soladi. Ammam olib borgan gilamga paxta bilan "Xush kelibsiz" deb yozib, katta qilib o'zingiz ismingizni yozib qo'ygansiz. Meniki qani? Menda ham kattaroq gilam jo'natish kerak edi. O'shanda meni ismimni yozarmidingiz? Yo'q, tagiga familiyamni yozib qo'yardim. Kelin salom esingizmi? Ha, esimda. Esingizda? Esingizda turibdi. Nimaga ketib qolgansiz? Kelin salomda menga pishirib qo'yibdimi? Ketganmi? Ishim bor edi. Ketisham mayli, 5 kunga ham ketadimi? Kuyov jo'rada gapim bor edi. Sizga turmushga chiqqanimda 10 gulimdan bir gulim ochilmagan edi. Nima sen, g'o'za qo'yamsan 10 kundan bir gulim ochilmaydiga? Nikoh esimsizda? Esimda. O'rtaga tushib olib, o'rtani hech kimga bermasdan o'ynagan kishi kim edi shu? Agar to'yda ko'p ichmaganda adang tanirdingiz. Menga qara, to'yda ani katta to'rt esingda bormi, oldimizga qo'yilgan. Zo'r, hamma yo'q. Yo'q. Nima? Bizani to'yda to'rt-port bo'lmagan, adasi. Uzr, birinchi uylanganim esimga tushib ketdi. Siz uylanganmisiz? Ha? Birinchi xotiningiz qani? To'yda esingda bormi? Yoqdan bu yoqqa yugurib, "Xudo jazongni bersin" deb baqirgan. Men uni shodim o'ylaman, adasi. Zo'r bo'lgan lekin. Xursand bo'lma, u qaltirik. Hammamizni yaxshi to'ylarga yetkazsin. Sizning xizmatingizda oila, Ajizaxon hamda Jabbor aka edilar.